Mana ferro qaychilarni ishlatyapmiz. 1 oy bo'ldi. Kesishlari yaxshi, o'tkir, o'tmas bo'lib qolmayapti. Qulay. Buni katta diametrdagi turbalarni, kichkina diametrdagi turbalarni ham bemalol kesar ekan. Endi ko'ryapsizlar, ish o'zini bitta joyda qancha kesiladi turba. Hammasini cho'tki qilib kesyapti ferro qaychisi. Mana kichkina turbalarni ham bemalol 25 gacha kalta qilib qo'yib kesinglar ham bo'ladi. Mana 32. Uni sal kattalashtirib, mana 40 talik turbani ham bemalol kessa bo'ladi. Ferro qaychilari zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zining saytlari bor. Unaqa juda qimmat narsa emas. Narxiga, stoyishi bemalol ishlatsa bo'ladi.